Assalomu alaykum hammaga. Bu video 18+ video. O'shaning uchun ayollar ko'rmanglar, iltimos sizlardan. Ayollar umuman ko'rmanglar. Keyin agar o'zbeklar tanishlaringiz bo'lsa, Tojikistondan tanishlaringiz bo'lsa, shu videoni o'shalarga maksimal darajada jo'natib qo'yinglar. Bu tojikistonlik bola haqida, lekin buni klonda bu, короче, o'z video qo'yish ham bunga arzimaydi-yu. Mayli. Bu tojikistonlik bola haqida. Endi bu tojikistonlik desam, tojikistonliklar ham mardda, bu umuman bu mard inson emas ekanda. Bu ayol kishi desangiz bor-u, ayol kishi ham bundan ancha afzalroq. Mana videolarini, rasmlarini o'sha skrinshotlar qo'yib ketyapman bu haqida. Короче, menga yozdi, men o'zimga yozdi. Bu birinchi yozdi menga. Nima deb yozdi? Tupoy sigirda ham shoh bo'ladi, molmisan deb yozibdi-da. Bu haqorat hisoblanadi. Tarbiyasiz inson. Sen tojikistonlik deyolmayman, chunki sen tojikistonlik desam tojiklarga gap tegib qoladi-da, chunki sen axlatsan. Axlatbek deymiz seni. To'g'rimi? Axlatbek. Xullas, Muhriddin ekan. Muhriddin Shermatov Axlatbekovich. Xullas, shu Axlatbekovich menga yozyapti. Xullas, keyin men ham qaytarib yozdim. Menga yozgandan keyin qaytarib yozdim. Undan keyin seni gaping, Axlatbekovich. Eshit. Kitob ushab yursam tushdi degani, xullas aqlliman degani emas bir. Sen masalan nima ish qilasan? Qurilishda ishlaysanmi? Dastavka qilasanmi? Nima ish qilasan? Bilmadim. Buni bilmayman. Meni qo'lim menimcha dastavka qilsang kerak, yo qurilishda ishlasang kerak. Men bilmayman nima ish qilasan, ochig'i. Lekin men qo'limda ruslarni o'zi ishlaydi. Tushunsan, men ruslarga ishlamayman. Meni qo'limda ruslarning bolalari tahsil oladi. Men universitetda ishlayman. Men britanlarning bolalari mening qo'limda o'qiydi. O'zingdan o'zing kirib olib bir bor ola deysan, sharmanda. Xullas, sen Axlatbekovich. Endi Axlatbekovich xullas menga yozdi. Sen o'zing birinchi yozding, qara, mayda yana o'qiyapman. Qayta-qayta shu narsani o'qiyapman. Senga ko'rib qolsam deb yozyapsan mana mayda. O'zing qani mana mayda yozyapsan. Ko'rib qolsam, yo'limdan chiqib qolsang, bir bola qilib qo'yaman deyapsan-da. Sen Tojikistonlik ekansan. Sen bilib tursan, men u paytda bilganim yo'q seni qayerdanligingni. Sen bilib tursan, men O'zbekistondaligimni. Duxing yetmagani uchun, ko'ting yetmagani uchun sen shuni deb yozyapsan. Ko'ting yetmaydi-da, ko'rishgani ham ko'ting yetmaydi. Haliroq biz o'z bildik-ku. Undan keyin sendan manzilingni so'radim. 2 marta manzilingni so'radim. Berdingmi? Berganing yo'q. 2 marta manzilingni so'radim. Undan tashqari Galasavoyda ham 3 marta yo 4 marta sendan manzilingni so'radim. Bera olmading manzilingni, ko'ting yetmadi. Tojikistonliklarga tashinglar-da, bilsinlar shunaqa ko'tlar borligini. Keyin men senga telefon qildim. 2 marta. 2 marta telefon qildim. Ola olmading telefoningni ham. Duxing yetmadi. Yetmaydi ham. Chunki sen bitta ursan bor-ku, mana shu go'shing suyagingdan ajrab ketadi. Shunaqa qiltirib bola ekansan-da o'zi. Bitta mushli bola ekansan. Sen endi tojikistonlik birodarlarga qo'ydim. O'zi topib o'zlari hal qilib qo'yishadi seni ishingni. Keyin xullas men aytdim, men O'zbekistonga boraman, ber manzilingni dedim bu Axlatbekovichga. Ber manzilingni desam bermadi. 3-4 marta so'radim menimcha. Bermadi. Xullas keyin Moskvadaman degandan keyin Moskvada men o'zim adres tashladim. Kemashda ko'rishamiz bo'ldi dedim. Men o'z Vyetnamdaman, men aytdim boraman dedim. Qancha xarajat bo'lsa, dedim, men sen dalboyobga men boraman. Ishonavr, men boraman. O'sha Moskvaga boraman sening uchun ko'rish uchun. Agar aqling sen kela olmaysan, sen gapingga javob bera olmaydigan insonsan. Yana nima deydi? Keyin menga adresini tashadi. Men undan keyin aytdimki, men telefon raqamingni ber dedim. Borgandan keyin qanday seni topaman? Senga Instagramdan telefon qilsa, telefoningni olmayapsan. Qanaqa qilib seni topaman? Axlatbekovich. Keyin topishim kerak-ku. Telefon qilaman-ku. Ular telefonni bera olmadi. Keyin menga yozyapti-da, короче, nima dedi? Xullas, sen menga aytding, sen men bilan uchrashmoqchisan, boshqa. Oy, dalbayob, sen o'zing yozding menga. Yana nimamish? Meni sendaqalarga vaqtim yo'q. Shuna deb yozdingmi? Shuna deb yozdingda men qo'yaman xullas, men ko'rishyapti o'zi. Eshakbek. Seni vaqting bo'lmasa, qo'taqqa yozdingmi menga? Sen yozdingmi birinchi? Sensan-ku yozgan birinchi menga.
Tupoy. Endi o'zing orqangga siyyapsan, ko'risha olmayapsan. Manzilingni ber desam 2-3 marta so'ragandan keyin bilmayman qanaqadir bir manzil tashlab beryapsan. Telefon raqamingni ber, borgandan keyin telefon qilamiz. Ko'tman tushmasam desang, ko't bo'lgansan sen. Sen o'sha agar ko't bo'lmaganingda boshda bergan bo'larding. Manzilingni bir marta so'ragan payt mana manzilim kel degan bo'lardi. Ishonmaganim uchun seni telefon raqamingni ber dedim. Qara, erkak qanaqa bo'ladi? Sen mendan bir marta so'rading. Sen ber o'zing telefon raqamingni diyording. Men qancha gapdan keyin men senga shuni tashlab berdim telefon raqamini. Sirrazi mana turibdi tashlab berdim. Undan keyin ham so'radim telefon raqamingni bera olmading. Sen axlatsan. Tushunyapsanmi? Sen axlat irqinda narsasanda sen tojikistonliman ham demagin. Tojikistonli, umuman tojikistonliman demak. Chunki tojikistonli desang, men tushunadigan narsa mujikida gapiradi, gapiga javob beradigan bolalardi. Men tojikistonli bolalar deyman-da. Topishadi bu bolalar seni. Mana yozib qo'yaman. Mana shu o'zbeklar tanishlariga jo'natadi. Topishadi seni. Topishadi. Gapingga javob bera olmaganingni ham isbotlab o'sha yerda men aytib qo'yaman. Topishadi seni. Men hech ijolat qilmagan narsalar. Sen o'zingni o'sha yurtdoshlaring seni o'z to'g'ri yo'lga solib qo'yadi. Chunki biladi-da, men o'zimning studentlarim bor Tojikistonda. O'zimning eng yaqin o'rtoqlarim ham Tojikistonda. Normalniy bolalar gapirdimi? Birinchidan ular unaqa kirib olib, kimlargadir yozib unaqa vaqti yo'q. U bolalar aqli bor, aqli joyida zo'r bolalar-da. Ular o'zining ishi bilan band. U senga o'xshagan irkin emas. O'shaning uchun sen tojikistonliman demagin deyapman-da. Biz O'zbekistonda endi bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bitta ham o'zbek ko'rsa, shuni topib o'shini normalniy yo'lga qo'yib qo'yadi. Tushunsan? Bizda shunaqada. Tojikistonda ham shunaqa. Gapirdimi? Javob beradi. Sen inoplanetar ko'p gapirmagin. Chingizga qo'yib beraman, Chingiz ham Rossiyada. Sochingdan ushlab uradi, o'shanaver. Men bilmayman, sen gap oshchada sen o'sha gapirib, sen yana qayta yozgan, bermaysan, chiqmaysan ham, bermaysan, axlat idishga kirib olgansan. Axlat bor-ku, axlat yo'lga kirib olgansan. O'shda yashaysan, o'shda yurasan. Chunki axlatsan sen. Sen qayerdansan desa, qara, inoplanetarlar ularni ham sha'niga dog' tushirmay, qayerdansan axlatxonadanman degan. Tushundingmi? Axlatxonadanman degan. Sen hayron qolaman-da, O'zbekiston men necha marta aytdim, men Tojikistonlikman ham deyomading, qara. Sharafsizsan-da. Chunki Tojikiston deganda ham inson sharafni his qiladi-da. Sen sharafsizsan-da, sen gapira olmaysan, og'zingga ham kelmaydi-da. Tushunyapsanmi? Shunaqa insonsan sen. Irkindasan. Tushundingmi? Xullas, jo'natinglar, shunday Tojikistonlik o'sha bolalar ko'rsin. O'zlari bir chiroyli yo'lga solib qo'yadi. Qara, erkak bo'lishini ko'rsatib qo'yadi. Agar endi bu narsani topishamani itazod bo'lsa kerak, u kirib oladi unaqa teshiklarga.